Shunchaki yoqiladigan sham ustiga qahva quying. Buni bilganingizdan keyin endi ortiqcha pul bekorga sarflamaysiz. Shu usulni qiling va endi bu muammo uyda sizni bezovta qilmaydi. Bu oddiy lifehack uchun bizga atiga 4 ta sham kerak bo'ladi. Ularni idishga soling, past olovda eritib oling. Ishonmaysiz, lekin men buni uyda qilish mumkinligini o'ylamagandim. Bu sirni bilganimdan so'ng juda ko'p tejaydigan bo'ldim. Shamlar to'liq erigach olovni o'chiramiz. Iplarini tashlamaymiz, keyin kerak bo'ladi. Endi eritilgan momiq shamni idishga qo'yamiz. Plastik bo'lmagan har qanday idishdan foydalansa bo'ladi. Keyingi bosqichda bir oz chinnigul qo'shamiz. Bu narsa juda muhim rol o'ynaydi, shuning uchun ko'proq solamiz. Endi qahva qo'shamiz. 1 choy qoshiq yetarli, yaxshilab aralashtiramiz. Bu usulni men qishloqda yashovchi amakimdan o'rganganman. Bu juda kuchli va ishonchli sir. Endi siz hech qachon supermarketda qimmat mahsulotlarga pul sarflamaysiz. Aralashma tayyor bo'lgach, boyagi ipni eslang. Endi o'shani olamiz. Tish cho'pi yordamida ipni markazga joylashtiramiz va mahkamlaymiz. Endi uni bir necha daqiqa qoldiramiz. Sham qotib oladi. Qo'rqmang, bu juda tez sodir bo'ladi. Biroz vaqt o'tgach u shunday ko'rinishi kerak. Endi tish cho'pini olib tashlaymiz va ipning ortiqcha qismini kesib tashlaymiz. Mana sizga xushbo'y va hasharot haydovchi sham yasadik. Uni yoqing, darhol uyingizdagi hid o'zgaradi. Qahvaning hidi har qanday muhitni o'zgartira oladi. Chinnigul esa barcha turdagi hasharotlarni uzoqroqda tutadi. Ko'proq shunday tavsiyalar uchun Telegram kanalimga obuna bo'ling.